Ey yo, what's up? Bolalar, qizlar, obunachilar, hammaga salom. Sizlar bilan Pixjon. Yangi videoga xush kelibsizlar. Biz hozir Skyblockdamiz. Va survival vijvaniyani davom ettiramiz. Ana joyni ko'rayotgan bo'lsalaring qani yani. O'sha yoqqa borib biz o'sha yoqqa borishimiz kerak. Daraxt doimgidek Minecraft'da doimiy qoidasi birinchi daraxt chopish bilan boshlaymiz. Daraxt chopib oldik. Biz braniyalar bor ekan. Qanday baxt. Nima bu ishlamay qoldi? Yaxshi. Yaxshi. Tosh ferma qilishimiz kerak ekan. Yaxshi, endi biz hozircha yer qazib olish kerak. Baqa bitta chiqibcha qilamiz. Mana bilmaganlar o'rganib olinglar. Yonyapti, o'tibdi. Bo'lib ketdi. Nima bu o'xshamay qoldi? Nima o'xshardi. Yer yonmasdi-ku toshda. Hozir biz shuni qilamiz. Birinchi o'rinda versak yasab olishimiz kerak. Versak va cho'pni ham yasab oldik. Chekkaga qo'yib. Nima, tosh taxta bor-ku, nimaga chiqmayapti paxta? Endi toshni sekin qazib olsak ham bo'ladi. Sekin tosh qazib nariyoqqa borishimiz kerak biz. Qanday baxt. Men hali yondi tushunmadim lekin. Yoniga bitta tosh qo'yib qo'yibdi. Hali nimaga yondi? O't ketib qoldi. Pajar bo'lib ketdi hamma joy. Yana eslataman, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu menga katta motivatsiya va yangi videolarni chiqarishga undaydi. Tosh taxta tilka singuncha tosh qaziymiz. Qani boshladik. Ne bo'lmasdi. Nimaga bu doim shunaqa bo'lib qoladi. Shu paytda ham. Toshga cheksin bo'lardi doim. Shu bir stakcha qazima beradi. Yarimtalik blokka aylantirgan 3 ta yarimta blok bo'ladi. Mana shunday bo'ldi. Nimaga unaqa bo'lyapti bilmayman. Men eshitishimcha, sahro joyi bor-ku, o'sha yerda
metal ramkasi shunday narsalar bo'lar ekan, ajrab boramiz. Yana eslataman, podpiska bo'lib, like bosishni unutmanglar. Agar obunachilarim ko'p bo'lib, zo'r bo'lib ketsam, YouTube'da pulli Minecraft yuklashim ham mumkin. Hozir bu pulsiz. Men tosh qazgunimcha qorong'i ham bu qopti-ku, hech ko'rinmayapti. Hozir fokus qilgan holda kunda yoriq qilib yuboraman. Chunki divanim yo'q, divanim bo'lganda edi. Bitta bunaqa, bitta topor, bitta kirka va mayli bitta qilich ham yasab yuboramiz. Gulni nima qilaman? Men boshim uraman bu gulni. Ekib qo'yamiz yaxshisi. Bo'ldi, endi bu kirka bilan xayrlashib, loy bilan ham xayrlashmay turamiz. Yarimtalik bloklar bilan narigi joyga borib olishimiz kerak. Bo'ldi. Nimani kutgandinglar sizlar? Ko'p ketadi deb o'ylayman. Qayerda edi u? Bu yerda. Sekin qurib boramiz endi yoqqacha. Qancha qoldi? Nima zombi turibdi, yonmayapti, qizi kallasi oldin shapka oldin bilan ya. O'ldirib qo'ymasa bo'ldi meni. Bitta sakratib yuboraman, yerga tushib ketadi. Yo o'zim tushib ketaman, yo zombi tushib ketadi. Qarchi o'ldiramiz. Nima bo'lmay qoldi? Ay, yomg'ir yog'ib yetmaganiga. Oldu. Bu do'sh nima do'sh desalar, yonimda ukalarim ham bor, shular gapiryapti-da. Tushib meni qaramabman. Hozir borib olay. Tug'ilganiga pushaymon bor. Nima qoldi? Mana ekan. Atrofda. Churib olmasam ismini boshqa qo'ymayman. Hozir churib olaman. Ikkita paydo bo'lib qolgan, bitta ko'zim uchun. Oltin jilet. Yerga tushib nima bo'ldi? Qanday baxtli. Nima endi, nima deysizlar endi bunga sizlar? Hozir buniki bizga yer bo'ldi. Ne qilib qo'ysa? Xato qilib qo'ymaslik. Chunki aslida olmos qilgan sindirib bo'lmaydi. Nima qilishim, nima qilaman men? 1, 2, 3.
va bir ikki. Og'ridi. Sekin. Bitta yetmadi-ku. Qayerga mana qilib qo'yib olibman-ku. Battaxir, endi nima qilaman? Mayli. Endi bo'pti, shu joyga hammaga xayr. Sizlar bilan Pixjon bo'ldi.